Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbek so'miga nisbatan 4-aprel kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Ko'ra dollarning rasmiy kursi 20,83 so'mga ko'tarilib, 1 AQSh dollari 12,170 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,217,067 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 44 so'mga ko'tarilib, 1 yevro 14,048 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1,404,860 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 1,2 so'mga ko'tarilib, 1 Rossiya rubli 152 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 152,300 so'mga teng bo'ldi. Qozoq tangasi esa 0,24 tiyinga ko'tarilib, 1 qozoq tangasi 25 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 qozoq tangasi 25,000 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, har kunlik dollar, yevro, rubl, qozoq tangasi kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.